ota-ona yaxshilik qilishni bot tez shuni takrorlab aytganlar. Ya'ni faqat oldinglardagi bolalarga qarab qolmanglar. Orqanglarda ota-onalar bo'lsa, agar yo ikkovi yo biri bo'lsa, ana o'shalar esinglardan chiqib qolmasin deb bizni mana shu xususda adashib qolmasligimiz uchun takror yaratgan Parvardigorimiz bizga buyuradi. O'qiganimiz mana bu oyat karimada ham ayni mavzu, ayni mazmun. Haq taolo aytadi: biz insonga ota va onasiga yaxshilik qilishni buyurdik. Menga shukr qilgin va ota-onangga shukr qilgin. Meni huzurimga qaytishing bor deb aytdik. Uni onasi u bolaga, har birimizga, har bir tug'ilgan insonga onasi zaiflik ustiga zaiflik bilan homilador bo'lib tuqqan uni. Uni sutdan ajratish bo'lsa 2 yilda bo'ladi. Mana shu ota-onaga vasiyat qildikki, insonga menga shukr qilgin va shu ota-onangga shukr qilib rahmatini aytgin, o'zimga qaytasizlar. Endi agar ota-onang menga shirk keltirishingni buyursalar, sen bilmaydigan narsalarni, o'zlari topib olgan, o'zlari sig'inadigan boshqa butlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, shularni Allohga shirk keltirgin deb buyursalar, ana shunda u ota-onaga shu so'zlarda itoat qilmagin. Ammo mana shu dunyoda ekansan, ota-onang bilan yaxshilikda ham suhbat bo'l, yaxshilik qilgin ularga. Va o'zing menga qaytgan, meni yo'limda yurgan kishilarning yo'liga ergashgin. So'ngra menga qaytishinglar bor. Bas men sizlarga qilgan amallaringizni, qilib o'tgan amallaringizni xabarini berurman. 2 oyat o'qidik va shuni mazmun tarjimasi shundan iborat. Demak, ota-ona haqida Alloh taolaning insonga vasiyati. Vasiyat insonlar tarafidan bo'lsa, hayoti oxirida qoldirib ketayotgan farzand qarindosh urug'lariga aytadigan so'zlarini yo mol mulklarini vasiyat qilib ketishligi bo'ladi. Buni biz bu ma'noda tushunamiz. Endi Allohning vasiyati bo'lsa, Allohning buyrug'i degan mazmunda bo'ladi. Alloh insonga, har bir inson bolasiga vasiyat qilib buyurdi. Ota-onasi haqida buyurib turib, o'sha oyat, shu oyat karima o'rtasida alohida onaga e'tibor qilib, onasi uni zaiflik ustiga zaiflik bilan homilador bo'lgan unga